Assalomu alaykum, Agrobog' vodiy kanalini kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun 2025-yil 13-may sanasiga ko'ra Floriba shoxdolarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Juda ham serhosil, yoshi bu yil 3 ga to'lyapti, lekin so'ygan mevalarga bittadan baho berib berishlarini so'rab qolardim. Juda ham chiroyli. Mana shox hammasida mevalari bor. Eng tagidan boshlab to'rli-dirli qilib tarbiyalayapmiz bu shoxdollarni. Hali bular ishadi ancha, lekin sariq rang yurishni boshlabdi. Hali bor ekan ancha. So'ygan mevalarga bittadan baho berib qo'yishlarini so'rab qolardim. Juda ham serhosil. Ko'pchilik biladi, kelgan, ko'rgan. Bir yil shu oldin makkalarda o'rnida ko'chatlar bor edi. Endi shu joyga o'zimiz boqgan, ko'pchilikka ko'rsatganmiz, lekin ana bu mevalarga bittadan baho berib qo'yishlarini so'rab qolardim. Hali pishishiga ancha bor. Lekin uzib yeb ko'raveramiz. Ammo tam chipchi bor. Tam kirib qopti ancha. Chanqatilyapti, keyin suv ochiladi qattiq. Uzilmaydi suv. Chunki chanqagan paytda rang olish ishlari yurib boradi shoftolida. Bugun suv ochiladi, juda ham serob. Har bittasi tana bo'ylab quyib meva so'ygan. Buni pishganda videolarini ham qo'yib beramiz, hali ko'rasizlar. Shoftoli Floriba tagi oddiy shoftoli, sort emas, lekin hosildorlik juda ham zo'r olgan. Mana mevalarga bittadan baho berib qo'yishlarini so'rab qolardim. Mevalar ko'pligidan naqa tiyab chiqyapmiz. Meva juda ham silishkim ko'p. Bu hali pishsa o'ta ham egib boradi, daraxtlar sindirishgacha boradi bu mevalar. Mevalarga bittadan like bosib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agrobog' vodiyni kuzatib borishda davom etinglar. Kundan kunga yangi videolar qo'yib boramiz. Chunki shoftolini video qiling deb ko'p kommentariyalar kelibdi. Qaysi mahsulotni zarar bo'lsa, qiziqib ko'rgis kelayotgan bo'lsa, aytsangiz shunga qarab shuni reklama qilib beramiz. Ko'rib o'zingiz uchun qiziq bo'lib qoladi. Podpiska bo'lib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying, sog' bo'ling, salomat bo'ling.